Yangiliklardan tezkor xabar topish va kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang. Germaniya kansleri Ukrainaga oid kelajak haqidagi sirlarni ochdi. Yevropada, jumladan Germaniyada ham PAX Amerikananing 10 yilliklari asosan yakunlandi. U endi biz bilgan shaklda mavjud emas va nostalgiya buni o'zgartira olmaydi. Bu so'zlarga e'tiroz bildirish qiyin, ammo e'tibor bering, buni kim aytyapti? Germaniya kansleri Friedrich Merz shaxsan o'zi. Qadimgi atlantist Yevropada AQSh hukmronligi va AQSh-YEI o'rtasidagi mustahkam bog'lanishning yakunlanganini ochiq tan olmoqda. Bu oddiy gap emas, balki dasturiy bayonot, chunki u hukmron Xristian demokratik ittifoq HDI qurultoyida yangradi. Kansler bu masalada nihoyatda qat'iy bo'ldi. Buni qisqa muddatli hodisa deb o'ylamang, deya u partiyadoshlarini ogohlantirdi. Yevropa ittifoqida keng tarqalgan qarashga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trump vaqtinchalik hodisa, keyin esa hammasi bobo Bayden davridagidek bo'ladi. Ammo Merz boshqacha fikrda. Uningcha Oq uyda yangi rahbar bilan Yevropa uchun vaziyat yanada yomonlashishi mumkin. Shu bilan birga NATOni imkon qadar uzoqroq saqlab qolish muhim. Yarim yil avval Rossiyada qadimgi dunyo bilan yangi dunyo o'rtasidagi uzilish haqidagi gaplarga kinoya bilan qarashar edi. Go'yoki amerikaliklar keyingi prezident etib J.D. Vance'ni saylaydi va u 10 yillik oxiriga borib AQShni NATOdan chiqaradi. Shunda globalizm tamom bo'ladi. Bu real ssenariy, biroq Shimoliy Atlantika alyansi avvalo AQShning o'z ta'sir quroli. Shu sababli izolyasionistlar, masalan Vance, alyansdan chiqishga urinadigan bo'lsa, kuchli qarshilikka duch keladi. Washington NATOdan ko'ra tezroq BMTni parchalab yuboradi. Skeptiklar deyarli sharmanda bo'ldi. Kechagi futuristik taxminlar bugun Germaniya siyosatiga aylandi. Uning rahbariyati AQSh bilan uzilish muqarrarligiga va NATO mavjudligiga real tahdid borligiga ishonmoqda. Agar Merz dono va kelajakni aniq ko'ra oladigan siyosatchi bo'lganida, ehtimol hozir qilayotgan ishlarini qilmas edi. Undan buyuk vizioner chiqqani yo'q. U o'zidan mamnun, ammo sust siyosatchi. Lekin bir yilda bir marta tayoq ham o'qizadi. Balki bu safar Merz haqdir. Har holda bu bayonot gejikkan. Germaniya kansleridan AQShdan alohida yo'l tanlash haqidagi gaplar anchadan beri kutilardi. Ayniqsa Bayden davridagi AQSh Berlinni Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya bilan aloqalarni uzish sarguzashtiga tortgan paytda. Umidlar puchga chiqqandek edi. Nemis suvereniteti shubhali ko'rinardi. 1945-yildan beri Germaniyada AQShga qat'iy yo'q deya olgan va o'z yo'lidan borgan atigi 2 kansler bo'ldi. Willy Brandt SSSR bilan gaz evaziga quvurlar kelishuvi davrida, Gerhard Schröder AQSh boshchiligidagi koalitsiyaning Iroqqa hujumiga qarshi chiqqan paytda. Ammo ular sotsial-demokratik partiya vakillari edi. HDI esa doimo AQSh bilan ittifoqqa sodiq bo'lib kelgan. Hatto AQSh derazadan sakramoqchi bo'lsa ham, ortidan ergalishga tayyor edi. Iroqqa nemis askarlarini yuborish g'oyasini partiyada ham Merz, ham Merkel qo'llab-quvvatlagan, harchi ular turli qanotlarga mansub bo'lib, bir-birini yoqtirmas edi. Endi esa Merz amerikaliklar bilan do'stlikni deyarli ko'zida yosh bilan dafn etyapti. Siyosatchi sifatida u buni aynan hozir qilayotgani bejiz emas. Yevropa yetakchilari AQSh haqida bunday gaplarni tasodifan aytmaydi. Eng muhimi, bu vidolashuv marosimi amerikaliklar va ukrainaliklar o'rtasida Rossiya bilan tinch kelishuvi bo'yicha muzokaralar arafasida yangradi. Muzokaralar Berlinda bo'lib o'tdi. Bahslar 5 soatdan ortiq davom etdi va dastlabki rejalarga zid ravishda yana bir kunga cho'zildi. AQSh tomonini prezident do'sti Steve Witkoff va kuyovi Jared Kushner boshladi. Ukraina delegatsiyasini esa Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rahbari Rustamir Umerov boshladi. Yevropaliklardan esa Washington umuman ishtirok etmaslikni so'radi. Shuning bilan qaramasdan, Merz kelib Vladimir Zelenskiy yoniga o'tirdi. Amerikalik mehmonlarga nimadir dedi va chiqib ketdi. U uzilishni rasmiylashtirayotganda muzokaralar nimasi bilan tugashini oldindan bilardi. Yevropaliklar oldindan ham Trumpning tinch konsepsiyasidan o'zlariga oid barcha bandlarni olib tashlashga ulgurdi. Ularning AQShga xabari taxminan shunday: siz Rossiya bilan yarashmoqchisiz, biz esa xohlamaymiz va bunga qo'shilmaymiz. Sizni biz to'xtata olmaymiz, siz bizni majburla olmaysiz.
Amalda bu shuni anglatadiki, ehtimoliy kelishuv Rossiyaga muhim bo'lgan bir qator masalalarni o'z ichiga olmaydi. Yevropa sanksiyalarni bekor qilish, YEI aktivlarini muzdan tushirish, Yevropada yangi xavfsizlik konsepsiyasi bo'yicha muzokaralar, NATOning Ukrainadan rasmiy voz kechishi. Washington roziligisiz Ukraina NATOga qabul qilinmaydi, ammo yevropaliklar roziligisiz alyans Ukraina bo'yicha kengayish g'oyasidan dasturiy hujjatlar darajasida voz kechmaydi. O'z navbatida hokimiyatni saqlab qolish uchun kurashayotgan Zelenskiy Rossiyaga Donbassning hozircha Ukraina qurolli kuchlari nazoratidagi 20% hududini topshirishni rad etadi. U Trampga qarshi chiqishga jur'at qilmoqda, chunki Yevropa Ukrainani yana 2-3 yil urush olib borish uchun ta'minlashga va'da qildi. Shunchalik quruq holga keltirilgan tinch taklifi Moskvada qabul qilinmagani aniq. Qolaversa, unga Ukraina uchun jiddiy xavfsizlik kafolatlari qo'shilishi kutilmoqda. Bu esa Rossiya uchun kelajakda harbiy harakatlarni qayta boshlashni xavfli qiladi. Holbuki hozirini o'zida Ukraina mudofaasi frontning muhim uchastkalarida darz yetkirmoqda. Bitumning buzilishi Trump Rossiya bilan kelishish g'oyasidan butunlay voz kechadi degani emas. Amerikaliklar tinch jarayonini buzayotganlar Ukrainaliklar, YEI esa ularga moliyaviy va texnik resurslar berib, bunga imkon yaratayotganini tushunib turibdi. Oq uy yevropaliklarga murosasizlik va bitimga qarshilik oqibatlarga olib kelishini bir necha marta bildirgan. AQShning yangi milliy xavfsizlik strategiyasi bu tahdid jiddiy ekanligini ko'rsatdi. Rossiya bilan barqaror munosabatlar strategik maqsad deb e'lon qilindi. Yevropaliklar esa ittifoqchi sifatida kritikalandi. Boshqacha aytganda, Trumpning ranjishi AQSh YEI ittifoqiga qimmatga tushadi. Shu sababli Merz bunga ko'nikib, munosabatlarni oldindan dafn etyapti. U muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugashini va urushning Washington yordamisiz Bryuksel hisobiga davom etishini oldindan ko'rib turibdi. Kansler uchun bu uzilishni tan olish yana bir jihatdan ham foydali. U Bundeswehr va harbiy sanoat majmuasi uchun ulkan qarzlar oldi. Germaniya AQSh chekingach, Yevropa mudofaasida yetakchi rolni o'ynashi uchun. Germaniya tarixda buni 2 marta qilgan va har ikkilavi ham yomon yakunlandi. Ammo qaror qabul qilingan. Yevropa Kiyev rejimidan Rossiyani zaiflashtirish uchun foydalanadi va buning evaziga AQSh bilan uzilishga qabul qiladi. Agar Yevropa ittifoqi 2021-2022 yillarda AQSh bilan uzilishdan cho'chimaganida, ehtimol harbiy harakatlar allaqachon tugagan bo'lar edi. Eng avvalo Yevropa o'zi uchun katta yengillik bo'lar edi. Ahmoq nima qilsa ham barini noto'g'ri qiladi, deb yozgan edi Samuel Marshaq shunga o'xshash holat haqida. Markaziy bankning Euroclearga qarshi da'vo summasi ma'lum bo'ldi. Markaziy bankning Euroclearga 18 trillion rubl miqdoridagi da'vosi Moskva arbitraj sudiga kelib tushdi. Rossiya Markaziy banki depozitali Euroclearga qarshi 18 trillion rubldan ortiq summa bo'yicha da'vo arizasi kiritdi. Bu haqda Moskva arbitraj sudi matbuot xizmati RIA Novostiga ma'lum qildi. Da'vo arizasi sudga kelib tushdi. Da'vo talablari 18 trillion rubldan oshadi, deyiladi sud matbuot xizmatida. Ushbu summa 227,9 milliard AQSh dollariga teng bo'lib, Belgiya yalpi ichki mahsulotining qariyb 3dan 1 qismini tashkil etadi. O'tgan yilgi Belgiya yalpi ichki mahsuloti 664,6 milliard dollarga teng bo'lgan. Sudda aniqlik kiritilishicha, Markaziy bankning Euroclearga nisbatan da'vosi hozircha ish yurituviga qabul qilinmagan. O'tgan hafta Rossiya Markaziy banki bu qarorni Yevropa ittifoqining muzlatilgan aktivlarni o'g'irlashga urinishlari sababli qabul qilganini bildirgan edi. Regulyator ta'kidlashicha, Euroclear harakatlari Markaziy bankka zarar yetkazgan, chunki u mablag'lardan erkin foydalanish imkoniyatidan mahrum bo'lgan. Markaziy bank Yevrokomissiyaning bloklangan aktivlardan foydalanish rejalarini noqonuniy deb atagan va oldindan ogohlantirmasdan o'z huquqlarini himoya qilish, shuningdek YK harakatlarini vakillar organlarida sud orqali bahslashish huquqini o'zida saqlab qolishini bildirdi. Aktivlar bilan bog'liq vaziyat. Maxsus harbiy operatsiya boshlanganidan so'ng Yevropa ittifoqi va G7 davlatlari Rossiyaning valyuta zaxiralarining taxminan yarmiga blok qo'ydi. 200 milliard yevrodan ortiq mablag' Yevropa ittifoqida, asosan Euroclear hisoblarida saqlanmoqda.
Moskva bunga javoban qarshi choralar ko'rdi. Do'st bo'lmagan mamlakatlarning investorlarining aktivlarini va ulardan tushadigan daromadlar S turidagi maxsus hisoblarda jamlamoqda. Ularni chiqarib olish faqat maxsus hukumat komissiyasi qarori bilan mumkin. Ukrainaga qancha kerak bo'lsa shuncha yordam berishni va'da qilgan Yevropa ittifoqi mavjud resurslarini deyarli tugatdi. Biroq hamjamiyat davlatlari o'z byudjetlaridan mablag' ajratishni istamayapti. Shu sababli hozir Yevrokomissiya Belgiyani Rossiya aktivlaridan foydalanishga rozi qilishga urinmoqda. Gap 210 milliard yevro miqdoridagi reparatsion kredit deb ataladigan mablag'lar haqida bormoqda. Ta'kidlanishicha, agar Moskva Ukrainaga moddiy zararni qoplasa, bu kredit urush tugagach Ukraina tomonidan qaytariladi. Belgiya hukumati hozircha Yevropa ittifoqining bu talabini bajarishdan bosh tortmoqda. Belgiya bosh vaziri Bart de Wever Yevropa komissiyasi taklifini o'g'irlik deb atagan va sudga murojaat qilish ehtimolini istisno etmagan. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Noël Barrot esa aktivlarni musodara qilish bo'yicha qaror Yevropa ittifoqi sammitida 18 dekabr kuni qabul qilinishi mumkinligini aytgan edi. Siyosiy va sport yangiliklarini biz bilan kuzating.